Yarayni yangiladim bilasiz. Siz bilmay ortiqcha gapiryapsiz bilasizmi? Shohruxbek nima unaqa deyapsiz? Otash assalom. Yuz opa rost gapirasiz, Korolyev, конечно. Aysa oshqozon ham hayron qolgandir, kefir bilan bananni o'rniga bugun baliq yedik deb skat yeganman. O'lay agar yemaylar. Вообще no. Вообще nima qilmayman, tavsiya qilmayman umuman. Zo'rsiz, hamma sharoit bor jonim. Xudo biladi-da. Sen oilani qadrini qo'toqdan bilasanmi? Begoda kirib yuribsan, ombiyenda sani hech kim. Muhammad Ro'zimor. Muhammad, isming judayam chiroyli, lekin o'zing ko'tsan. Tuftasan, musirsan, Короче, man sanaqa tufta odamlarni ko'chada ko'rib qolsam ham odam hisobiga o'tmay deb o'tib ketaman. Salla o'zingni hurmat qilmaysan, chunki hurmating yo'q. Xalq orasiga ham "Иди нахуй, mani efirim qo'taq yeysanmi? Yoqmasa иди нахуй bo'lgin. O'zingiz kay. O'zim jonim do'st, rahmat adushi. Qo'taq. Хорошо, mayli chiq, hozir gapiramiz. Men judayam настроением yaxshi, ko'tga urma. Hamma narsani ovoz chiqarib o'qiydi u qizi. Onasi asabini buzay, oyog'ini o'pay, krasavchi. Oyog'imni o'pma, yo'qol. Qo'taq, mutaq. Zaybab. Нормальный gap yo'qmi? To'xtam uni. Muhammad, men chiqolya gapirib yotuvdim. Ko'tiga tiqdi hurmatda. Aysa baxt uchun pul ahamiyatmi? Bir o'rtog'im oilalik kapayka o'zlari baxtli deb o'ylaysiz. Salom, hozir aytaman. Bugun tog'amni tug'ilgan kuni, tabriklab qo'ying. Iltimos, ismi Zokir. Zokir aka, sizni addushi tabriklayman. Uzoq umr ko'ring. Bu dunyoga nimaga yashayotganingizni bilib yashang, iltimos. Agar bilmasangiz, o'rganing nimaga yashayotganingizni. Keyin albatta sizga yaxshi hayot tilayman. Yaxshi umr yo'ldosh tilayman. Yaxshi bolalar, o'g'il qizlar, nevaralar, faxrlanishga arziydigan insonlar yoningizda bo'lishini tilayman. Amin. Buzdi vadimda. Jonim, seni sevib qoldim. Yo'q, men sevman. Yegan narsangiz nomi g'alati ekan, sikat. Mister Ben, yo'qoling. Tak. Muncha ko'p yozasizlar. Nodir, hech kim puli yo'q hozir. Rahmat kattakon Bahodir aka. Rahmat sizga ham. Tabrik ko'rsatuvidan zakaz olyapsizmi deyman. Sizdan kalingga gap yo'q, to'g'ri fikrlar ekansiz. Addushi otash, rahmat do'stim. Anaqa, nima demoqchi edim? Baxt uchun pul kerakmi? Конечно, pul kerak. Nimaga? Pul inson tarafidan yaratilgan bir valyuta, qog'oz. Albatta, yaxshi hayot uchun yaxshi pulingiz bo'lsa yaxshi-da baribir. Настроениeni ko'taradigan narsa pul. Masalan, siz marojna olmoqchisiz. Pulingiz yetmasa, marojnaga ololmaysiz. Hayotdan xafa bo'lasiz. Nima o'zi bu dunyoga pulim yo'q, yashab yuribman deb. Endi marojnaga pullaring yetadi, misol uchun deb aytyapman. Puldan yaxshi do'st chiqadi. Yo'q, puldan do'st emas. Puldan do'st chiqmaydi. Puldan yaxshi xizmatkor chiqadi. Xizmatkor. Opa, efirga omad, rahmat. Adushi, Korol Lev Tolstoy. Sizni sevman, qora bola. Tabriklaymiz, qutlaymiz deb nomlab olsangiz bo'larkan, Ashaynikizni. Хорошо, mayli, gap yo'q. Biron she'r aytmabsizlar-da, she'r yodlab kelardim 9-mayga atab. Bitta she'r Aljurev muzikasi bor, 9-may ayol haqidagi. Adashmasam ayol yoki ona degan ashulasi edi. Ana shu muzikani, she'rini yozib o'qishim kerak edi bugun o'zi. Assalomu alaykum, Suhrob. Qalaysiz? Shuncha odam kafa qilsanglar yaxshi bo'lardi, настроением ko'tararlardi. Men ko'tarmayapsizlar настроением. Nima qildim sizlarga? Xafa qildim.
ko'ngillaringni ozod etdim. Siz bilan FM Briziki radiosida asha bo'ldim. Unda man radiodayam chaqirishgan ishga. Salom, qalaysiz, qatlisiz, Qashqadaryolikman. Assalomu alaykum. O'zbek tilini tanlash uchun birni bosing. Yo'q, o'xshamadi. Boshqa safar. Aktyorskiy qilib gapiraman. Nosir, ha, Nosir. May kelopti, may kelopti, 22-may kelopti. Xuddi menga biron nimadir podarka qiladigandek ko'rinib ketyapsiz ko'zimga. Pul bilan xotinni azobi bir xil. Ikkalasi ham o'zi uchun kurashga majbur qiladi. Pul erkaklar sizlar borur shunaqa aslida kuchli odam bo'lishlaring kerak. Pul sizlarni xizmatkorlaring bo'lishi kerak. Ayol ermak. Qanaqa desam, ermak emas, shu zerikkanda lalaku lalala kayfiyatni ko'taradigan adrenalinka takoy bo'lishi kerak. Chunki ayol kishi erkak kishini qovurg'asidan shu zerikkani uchun yaratilgan bu hisoblanadi. O'sha uchun ayolga nisbatan unaqa xuddi siz o'zingizni past qilishingiz shart emas. Undan balandsiz. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi bir pog'ona ayoldan ustunligingiz bor yozib qo'yilgan. O'sha uchun o'zingizni pastga urib ayol bilan qilsangiz u juda kuchsiz, zaif, o'zini fikri yo'q odamdek ko'rinib ketasiz. Rostdan unaqa odamlarni erkak bo'lmagan hali. Hali patsan. Salom dunyo go'zal, salom. Bo'ldi, shu gapingiz ertaga sof saytlarda aylanadi. Akro boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Aldamang. Qayerdasiz? Aldab qarzim bormi? Qashqadaryo qadidan Shahrisabz. Zemla ko'taringcha tepaga, donik yo'q. Keng, привет, rahmat do'stim. Do'stlarim andishiy. Kim kafu qilsa zo'r bo'lardi. Bitta xatib bitta kesmay mushitni otib turinglar. Nima farqi bor? Bulutlar kaftida etdim sayoq. Kaftidami? Osmondan yergacha yo'lni tartdim. Yergacha yo'lni tartdim. Uchib darazanga yetdim nihoyat. Yo'q, men bu yoqqa tushunmadim-da. Osmondan yergacha yo'lni tartdim nima degani? To'g'ri yozaylik, iltimos. Assalomu alaykum. Bobomurod boshqatdan yozing, o'qib beraman. Motivatsiyani etini beradi, lekin Xalif do'stimiz ham